Ona? Ha? Ona pul bering. Pul zavotim bormi? Mendan so'raverasan. O dadam man ishagamiz sizga ketirib beramiz. Qaydan so'raylik boshqa? Qattiqlik qilmang ona, bering. Hey, beparasat! Nima qilding? Yangi piyolamni sindirdingmi? Qanaqa yangi sepimga kelgan deb aytaysiz faqat. Men uchun u yangiday. Dengizda suv tugasa tugaydi, hech qachon bizning uyda ishimiz tugamaydi. Voy, nima deyapsan? Men seni yoshingni bilasanmi? Ana 300 kilo paxta tergan. yo'q. Uyingni sizga soqqansiz. Yo'q, jintir. 4 tandir non yapganman, tushundingmi? Men aytgansiz 2 tandir deysiz-ku. Voy, ahmoq, 2 tandirini qo'shniga yopib berganman. Nimaga ketmanda oyog'imni osib qo'ymaysizlar, ha? O'zingiz ishlab turibsiz-ku. Nimaga yuqa kiynasizlar? Nimaga yuqa kiynasizlar? Qaysi biring meni pulimni olding? Otangizga aytib beraman, aytib qo'y. Dadamga aytganingiz bilan bar o'zingiz urasiz-ku bizani. Ona yomon ninja chiripashkasiz. Bor yo'qol ishingni qil endi. Voy, turmushga chiqmagan qiz hali balo-balo bo'yanishgan. Molni ham sotishdan oldin semirtirlar-ku. Molda nima aloqasi bor? Mol eshak deb so'kasiz-ku, shu uchundir-da ona. Yuzingga qarab yursang bo'lmaydimi? Ey, nima qilyapsan? Bolani urmaydi. Ha?